Assalomu alaykum qadrlilarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun sizlarga o'zim uchun olgan mahsulotimni ko'rsatib bermoqchiman. Bilasizlar, buni anchadan beri ichib kelaman. Har doim ko'pchilik so'raydi, 3 ta farzandingiz bor, lekin umuman o'xshamaydi, yosh ko'rinasiz deydi. Buning albatta eng asosiy sirlaridan biri bu Beauty Blend va mana bunday kollagenlarimiz. Bilasizlar, eng oldin produktlarimizdan biri yoshlik eliksiri. Bu Beauty Blendimiz ham kollagen ishlab chiqarishni yaxshilab beradi. Organizmdagi toksinlarni tozalab beradi, ishtahani kontrol qilib beradi va gormonal narusheniyani o'z joyiga qo'yib berganligi uchun har qanday kasalliklarni chiqarib tashlaydi, ya'ni adaptogen hisoblanadi. Immunitetni ko'taradi, qonni ko'paytirib beradi. Anor suviga o'xshagan ta'mi shunaqangi zo'r energiya beradi, quvvat bo'ladi, yuzdagi dog'lar ketadi, yuzdagi xiralashishlar ketadi. Har qanday kista, mioma, eroziya yoki bo'lmasa jiddiy kasalliklarni ham oldini olib beruvchi produksiya hisoblanadi ayollarimiz uchun. Ko'pchilik mijozlarimiz yoki o'zimizni yaqinlarimiz, tanishlarimiz, kollektivlar aytishadi, shuncha ko'p yeysan, nimaga semirmaysan, o'zgarmaysan, birdek turasan formada deyishadi. Lekin vaholanki juda ham ko'p yeyman, lekin mana shu Beauty Blendlarimiz bizga shunaqangi zo'r yordam beradi. Ishtahani kontrol qilib berishga, qayta semirib ketmaslikka yordam beradi va men sizlarga hozir Beauty Blenddan oldin har doimgidek kokteylni tayyorlab ichishdi, ya'ni yonimda olib yuraman deganman. Bugun ham obed qilmaganligim uchun hozir sizlar bilan birgalikda kokteyl tayyorlab ichamiz. Endi asosiy mavzuyimizga qaytamiz, ya'ni Beauty Blend haqida. Hozir men sizlarga ko'pchilik aktyor ham kengaygani va ko'pchilik qo'shilgani uchun hali bilishmaydi. Mana Beauty Blendimiz yoshlik eliksiri bo'lgan kollagenni tanada ishlab chiqarishga yordam beradigan mahsulotimiz, energiya kuch beradi. Har doim mana ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa flakondan 4 ta qator bo'ladi. Hozir buni ichida o'zini trubichkalari bor. Ochib sizlarga ko'rsataman. Mana shunaqa har bittasi qulay, anor sokiga o'xshaydi. Shunaqa qoningiz ko'payadi. Yurgan paytingizda, ertalab uyg'ongan paytingizda, ibodatlaringizda mustahkam bo'lishingizga, kuchli bo'lishingizga, ayniqsa yosh bolali ayollarda xotirasini yaxshilashga yordam beradi. Mana shunaqa ko'rinishda juda ham qulay tayyorlanishi. Suv yoki sut deb o'tirmaysiz. Mana bismillah. Bitta ko'tarib ichib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Yuzingiz shunaqangi tiniq tirsillagan bo'ladi, holsizliklar ketadi.